Assalomu alaykum, akamlar hozir Spark olib keldilar. Benzin zavod bo'lmayotgan ekan mashina. Nima zavod ketdi? Ha, bo'lmaydi. Benzinda zavod bo'lmayapti mashina. Benzinda zavod bo'lmayotgan ekan, lekin gazga qo'yib turib gazda primoy zavod bo'layotgan ekan. Benzinda bo'lmayotgan ekan. O'chib qoldi mashina. Hozir shuni nimadan bo'layotganini aybini ko'rib uzatib beramiz hozir. Aka, benzinga o'tkazib bitta aylantirib yuboring. Bo'ladi. Bo'ldi. Benzin yo'q, benzin kelmayapti. Sparkimiz ham bitdi. Benzin so'slari kuygan ekan. Zamok yoqildi. Mana benzinni yarim оборотda zavod bo'lyapti. Benzin so'slari kuygan ekan, yangi benzin so'slar qo'yib almashtirib berdik. Zo'r bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.